Har bir insonning maqsadi bo'ladi. Sizning maqsadlaringiz kelajakdagi va bugungi kunga qadar Meni qo'shnilar bilan bo'lgan muomalamni qo'shnilardan so'rasangiz to'g'ri bo'ladi. keyingi savollarimiz sizning shaxsiy hayotingizga bog'liq. Mashallah. Bolaligingiz qanday o'tgan, yoshligingiz, esda qolgan voqealar. Yoshlik paytlarimizda men buni aytsak munosib bo'lsa kerak deb o'ylayman. Biz qarz bo'lganmiz va ko'p odamlardan qarz bo'lganmiz. Uylanish savolini yaxshi berdingiz. Siz aylanib o'tib ketib qoldingiz. Ya'ni arablarda uylanganmisiz degan savol berilsa, meni ayolimda nima ishing bor degan. Ilm yo'lida umuman hayotingizda bugungi kunga qadar minnatdor bo'lib, ularga rahmatlar aytishingiz kerak bo'lgan insonlar, ularni bir aytib o'tsangiz. 99 maktabni ichida geografiya fani bo'yicha birinchi o'rinda olganman 2 yil ketma-ket. Hozir mana o'shti yo'lida yursangiz ko'rasiz. Hozir ko'payib ketdi. Dumbil sotishlik. Bozorga olib borib shuni ham sotganmiz. Birinchilardan bo'lib shu ishlar qilingan nimaga? Farzandlaringizga to'xtalib o'tsak, farzandlaringizni tarbiyasida sizning o'rningiz. O'sha tegirmonda ishlaganmiz. Uyimizga kerak bo'lsa 3 kilodan, 4 kilodan bir marotaba non qilib, 3 kun, 4 kunga yetishligi uchun bo'lgan nonni qilib, mashinasi bo'lsa, hatto meni mashinamga bir kun bir inson chiqib shunday savol beryapti, esimda qolib ketdi. Bu mashina endi qimmat, uni nazdida qimmati o'zi bir 5-8 ming dollarlik mashina bo'lsa kerak. Bu mashina keyin buni benzinlari deb o'ylanishni boshladi. Ana o'sha pul muomalasida ba'zi bir insonlar kelib, sizlar qiyinchilikdasizlar, bizga pul kerak emas. Biz kechdik mana shu narsani desa, ba'zilari kelib uylarni sotasizlar. Men uyingizga bir xaridor olib keldim degan o'rinlar ham bo'lgan. Ikkalalarini ham biz eslab qoldik. Lekin Bismillahirrohmanirrohim. Abdulaziz domlani ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchi aziz muxlislar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz Abdulaziz domlaning huzuridamiz. Intervyu tarzidagi suhbatimizni boshlaymiz. Domla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz. Inson bir insonga muxlislik qilarkan, uni so'zlarini eshitib, uning hayot yo'liga bosib o'tgan qiyinchiliklariga, erishgan yutuqlariga qiziqishi tabiiy. Sizning ham muxlislaringiz tomonidan berilgan savollar bor. Ruxsat bersangiz, savollarni boshlaymiz. Inshaalloh, Xudo xolasa. Xush kelibsizlar. Avval bizni qishlog'imizga, bizni yurtimizga xush kelibsizlar. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni fayzli qilsin, barakatli qilsin. Mo'min musulmonlarga va o'zimizga Alloh taolo mana bu suhbatni foydali qilsin. Rahmat. Abdulaziz domla kim? Mashallah. Demak, birinchi savolingizda o'zi hamma javobni berish kerak ekanda. Kim deb so'ralayotgan bo'lsa, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Agar umrdan yoshdan so'ralayotgan bo'lsa, Abdulaziz meni ismim 1986-yil tug'ilganman. Qirg'iziston Respublikasi. Avval biz tug'ilgan paytimizda O'sh viloyati deb nomlangan, hozir Jalolobod viloyati, Suzoq tumani Iris ayl hukumati deyiladi va To'tiyo degan qishloqda tug'ilganmiz. Oddiy dehqonlarning oilasida 16-may 1986-yilda tug'ilganman. Ota-onam bor, hozir ham ular bor, ota-onalarimiz yosh. 1964 va 65-yilgi ota-onam, oilamiz, farzandlarimiz hali ham mana shu qishloqda turamiz, mana shu joyda yashaymiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolodan so'rab, qo'limizdan kelgancha xizmatlarni qilib turibmiz, inshaalloh. Alloh kuch-quvvat bersin. Amin. Musulmon odamni kun tartibi qanday bo'lishi kerak bugungi kunda? Musulmon insonning kun tartibi ko'p odamlarimiz hozir mana shu narsadan qiylanishyapti. Lekin biz bir qonun qoidani aytgan bo'lardikki, musulmon inson agar 5 vaqt namozni o'z vaqtida o'qiydigan bo'lsa, tamom, mana shu narsa kun tartibga kiradi. Bu qanday qilib bo'ladi desa, ishlardan ham kech qolmaydi, qilinayotgan niyatlardan, maqsadlardan ham kech qolmaydi, bomdod namozini o'qiydi va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq tonggi zikrlarni qilishligi kerak. Buni biz mana juma xutbalarida, boshqa joylarda ko'p aytganmiz. Oyatul kursi, qul huvallohu ahad, qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas. Mana bularni hamda kunlik so'raladigan barakalarni so'rab,
tongi zikrlarni qilinadigan bo'lsa, kuni inshaalloh barakat bilan boshlanadi. Hozir masalan ko'p odamlarimiz kunlarini qanday boshlashlik haqida, qanday qilsa ishlar yurishlik haqida masalan ba'zan domlalardan, imomlardan ham so'rashadi. Biz aytamizki, musulmonni kun tartibi Alloh subhanahu va taolo o'zi tuzib bergan. Bomdodni o'qing, kun tartibingiz baraka bilan boshlandi. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, kim bomdodni o'qisa, fa huwa fi zimmatillah. Allohning himoyasiga o'tdi. So'ngra kunduzi masalan peshin abid vaqtiga to'g'ri keladi, asr, shom, xufton, mana shu bilan kun tartibi o'tadi. Ammo bir insonni masalan kun tartibi qanday bo'lish kerak desa, ibodatdan tashqari albatta balog'atga yetib, kuch-quvvatga yetgan bo'lsa, halol kasb bilan, ba'zan ziyoratlar bilan, bularning hammasi sunnatda bayon qilingan. Hozir bu savolimizga juda ham keng javob bera olmaymiz, chunki bir necha xutbalar qilish kerak bu savol haqida. Musulmonni kunini tartibga solaman desa, barakatli qilaman desa, 5 mahal namozni o'z vaqtida o'qisa-da, demak mana shu insonda kun tartibi paydo bo'ladi inshaalloh. Keyingi savollarimiz sizning shaxsiy hayotingizga bog'liq. Bolaligingiz qanday o'tgan, yoshligingiz, esda qolgan voqealar, shular to'g'risida to'xtalib o'tsangiz. Meni yoshligim haqida. Siz yoshligingiz. Yaxshi, endi biz odamlarimizda shunday qiziqish bo'ladi. Yoshlik paytlarimiz, men boya aytdim, ya'ni qishloqda tug'ilganmiz. Hozirgacha ham mana shu qishloqning hayoti yoqadi, juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana siz o'zingiz ham kelib ko'rdingiz, bu joylar qanday chiroyli joylar. Go'zalligini ko'rishlik uchun inson o'sha go'zallikni ko'radigan ko'z kerak deydi-yu. Hozirgacha o'zimizning qishlog'imizni, mana shu yurtlarni, mana shu joylarni yaxshi ko'raman. Masalan, safarga chiqadigan bo'lsak ham bu joylarni juda yaxshi ko'ramiz. Boya siz so'ragan vaqtingizda Abdulaziz domla kim deb so'ragan vaqtingizda aytdikki, bir dehqonlar oilasida tug'ilganmiz deb. Yoshligimiz dehqonchilik, shunga o'xshagan narsalar bilan o'tgan. Ammo o'sha yoshlik paytimizda ko'pchilik mana nimalarimiz ham muxlislarimiz deymizmi, ya'ni eshitib turgan insonlar ajablanishsa kerak. Ba'zi bir bo'lib o'tgan voqealar, men o'ylayman, buni ibrat uchun aytib berilsa bo'ladi. Har bir insonning hayotida qiyinchilik bo'ladi, osonchilik bo'ladi, yengilchilik bo'ladi. Ayni bizning hayotimizda, meni hayotimda qiyinchiliklar ko'p bo'lgan va o'shalarni o'ziga ham alhamdulillah deb aytamiz. Hozirgi masalan holatda alhamdulillah deymiz. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini qarasangiz, qanday muammolar bo'lgani. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Makka da turgan paytda 3 yillab qamal qilib qo'yishlik, taomlarni man qilib qo'yishlik, ya'ni ocharchilikning bo'lishligi, har xil o'sha sinovlarni kelishligi deganday, bizni yoshligimizda mana shunday narsalar ko'p bo'lgan. Men boy oilani farzandi emasman, lekin qanday bo'lsa ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, irdi bima qasamahullohu lak takun aghnan nas. Alloh subhanahu va taolo sizga bo'lib bergan narsaga rozi bo'ling, insonlarning ichida eng boy bo'lib yashaysiz degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Yoshlik paytlarimizda men buni aytsak munosib bo'lsa kerak deb o'ylayman. Biz qarz bo'lganmiz va katta ko'p odamlardan qarz bo'lganmiz. Bir dadam tijorat maqsadida bu yerda ko'p dehqonlardan bir olib, xo'l mahsulot deyiladi, mana shu narsani olib yo'lga chiqilganda, ya'ni bu o'sha bir safar yaxshi bo'lgan, 2-3 safar yaxshi bo'lib turib, so'ngra muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lib ham eng ko'p tovar olib ketilayotgan vaqtda shunday ish bo'lgan. So'ngra taxminan men bilmayman, 40 yoki 50 insondan biz qarz bo'lganmiz. Odamlarda pul yo'q, hamda o'sha haligi nimalarda aytilgandek masalalarda odamlar kimligini bilmoqchi bo'lsangiz, birga safar qiling, pul muomalasini qiling, qo'shnichilik qiling. Ana o'sha pul muomalasida ba'zi bir insonlar kelib, sizlar qiyinchilikdasizlar, bizga pul kerak emas, biz kechdik mana shu narsani desa, ba'zilari kelib uylarni sotasizlar, men uyingizga bir xaridor olib keldim degan o'rinlar ham bo'lgan. Ikkalalarini ham biz eslab qoldik. Lekin Alloh subhanahu va taoloning fazli keng va bandasi doim bir holatda qolib ketishligi muhal. Chunki arabda bir maqol borki, davomul hal minal muhal. Bir narsani davom etishligi doimiy emas. Shuning uchun bir qiyinchilik ko'rayotgan odamlarga, mo'min musulmonlarga aytamizki, kasalligingiz bo'lsa, qiyinchiligingiz bo'lsa,
Hop qarzdorlik bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam beradi. Alloh taolo o'zi yordam beradi. Mana shu fi hazihil fatra deydi, ya'ni arabchasi o'sha vaqt mobaynida va o'shandan so'ng men Abdulaziz domla bozorga borib non sotganman. Qancha muddat esimda yo'q. Uydagilar o'sha nonni tayyorlab berardi. Men yosh bolaman. Ya'ni yashash kerak va halol kasb qilish kerak. Hozir mana o'shti yo'lida yursangiz ko'rasiz. Hozir ko'payib ketdi. Dumbil sotishlik. Bozorga olib borib shuni ham sotganmiz. Birinchilardan bo'lib shu ishlar qilingan. Nimaga? Inson yashash kerak va halol kasb bilan shug'ullanish kerak. So'ngra Alloh subhanahu va taolo o'zini fayzini, barakatlarini berdi. Qarzlarni hammasidan ham qutulindi va boshqa nima deydi? Muammolar xuddi haligi bizni nimada aytganday ko'rmaganday bo'lib ketildi. Ammo o'sha paytdagi voqealar hammalari esda qolib ketilgan, esda qolgan hammasi. Keyin mana o'sha bir nimalar bo'lar edi. Avval biz yurtlarimizda bir tegirmon degan narsa bo'lgan. Hozir esimga tushib ketdi aytganingizda. Men shu joyda ishlaganman. Odamlar bug'doy olib kelishar edi. Bug'doy olib kelgandan keyin, ya'ni hozirgiday emas, bug'doylarni yuvish kerak. Ko'chada, asfalt bo'yida uni quritish kerak. So'ngra tegirmonda qo'lda o'tkazilardi. U hozir avtomatda ketadi. Lopatkada solasiz, chiqadi, yana solasiz. Qandaydir 2 daqiqa qaramay qolsangiz, apparat buziladi. O'sha tegirmonda ishlaganmiz. Uyimizga kerak bo'lsa 3 kilodan, 4 kilodan bir marotaba non qilib, 3 kun, 4 kunga yetishligi uchun bo'lgan nonni qilib, so'ngra yana un yo'q. Yana non qilish kerak, yana un yo'q. Mana shunday holatlar bo'lgan. Lekin shu holatda ham men aytgan bo'lardim. Mana shu holatda ham biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, sahobalarni qiyinchiligidan ko'ra baribir yaxshi yashaganmiz. Ammo sahobalar, Alloh taolo ularni roziyallohu anhum radu anhu, Alloh rozi bo'lsin, ular juda ham bir bizga dinni yetkazishlik uchun ko'p mehnat qilishgan. Rahmat domla. Hop, maktab hayotingizga to'xtalsak. Mirzo Ulug'bek nomli 75-o'rta maktabda o'qiganman. Birinchi sinfda o'qiyotganimizda ko'proq shaxsiy savollar ekan, boricha aytib ketaveramiz. Birinchi sinfda o'qiyotganimizda bu yoshlik davrlari endi sinfdagi men yaxshi o'qimaganman birinchi sinfda. Va bolalarning ichida ham nima deydi, ilg'or oldi bo'lmaganman birinchi sinfda o'qiyotganimizda. Bu narsa 4 va 5-sinfgacha shunday davom etgan. So'ngra 5-sinfdan boshlab bir Alloh taoloning o'zini bir yordam bo'lsa kerak, zehnlar ochilib, yaxshi o'qishlik boshlandi. 6-sinfda iqtidorli o'quvchilar degan sinfga tanlandim. 6-sinfda o'qiyotganimizda. 7-sinfdan boshlab geografiya fanida sinfimizdagi eng oldiga o'tdim. Eng birinchi nimaga o'tdim. Maktabimizning direktori aytayliganda, biz maktabimiz direktorini Alloh rahmatiga olsin, u kishim dunyoda o'tib ketdilar. Menga alohida e'tibor berardilar hamda mana shu maktabimizga geografiya fanidan o'qituvchi bo'lasan deb tayyorlardi. Ya'ni 8-9-sinflarda. 8, 9, 10, 11-sinf 4 yilda, oxirgi 4 yilda maktabda o'zimizdan boshqa sinflarga dars berardim. Geografiya fanidan. Hamda 10-sinfda va 11-sinfda maqtansa bo'ladi ancha-muncha. 10-sinfda, 11-sinfda o'sha vaqtlarda biz rayonimizda 99 maktab bo'lardi. Demak 100 maktab. 99 maktabning ichida geografiya fani bo'yicha birinchi o'rinda olganman 2 yil ketma-ket. Ya'ni geografiya fanini yaxshi o'qiganman. Va shunga qiziqish bo'lgan. Shuning uchun hozir ham ba'zi bir safarlar bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, hatto umraga borsak ham diniy tushuntirib ketayotib, buni balandligi, kengligi, bularning tabiati deb haligi geografiyaga o'tadigan bir odatim bor. Nimaga desangiz, Afrikani geografiyasini o'rganganmiz. Janubiy Amerikani, o'zi umuman relyef deydi, balandlik, boshqa hamma narsani o'rganib olimpiadada qatnashganimda o'zimiz kuchimiz bilan albatta u yerga hech bir nima qilinmagan. Viloyatda 3-o'rin, 2 marta rayonda 1-o'rinni olib, so'ngra maktabda o'sha geografiya fanidan bemalol dars berilardi. Maktab vaqtimiz bilmayman, men uchun maktab vaqti juda ham qiziq o'tgan, yaxshi o'tgan. Bitta fandan 4 olganman, qolgan hamma fanlardan 5 bo'lgan. Ana o'sha bitta fandan ham 5 olganimizda
qizil nima bilan bitgan bo'lar ekanmiz. Lekin undan ola olmaganmiz. Rus tili o'qituvchimiz bo'lar edi. E'tibor bersangiz ba'zan masalalar ichida ruscha ketib qoladi. Rus tili o'qituvchimiz ataylaganda menga rus tilida gapirar edi. Qolganlarga o'zimiz tilda gapirsa ham menga rus tilida albatta ruscha o'rganishning shart derdi. Men bu kishiga musulmon emas, u kishi ayol kishi edi. Uyiga bordim ziyoratga, rahmat aytdim. Chunki Rossiyada boshqa joylarda yurganimizda mana bu narsalar ko'p foyda berdi. Ilmni, u geografiyami, rus tilimi, ingliz tilimi qanday bo'lsa ham inson ilmga harakat qilish kerak. Demak, maktabda yaxshi o'qiy olmadimi maktabda? Boshqa joyda ham yaxshi muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Shuning uchun men hozir mana shu fursatdan foydalanib maktab o'quvchilariga ham aytgan bo'lardim. Ular juda ham yosh, bizga ham ko'p aytishgan. Biz to'liq foydalana olmayapmiz bu narsadan. Maktabda o'qiyapsizmi? Demak, maktabda yaxshi o'qish kerak. Qaysi fandan qat'iy nazar, fizika bo'lsin, geometriya, matematika, musulmon odam hamma fanlardan ilg'or bo'lishi kerak. Musulmon odam hamma narsada oldinda bo'lishi kerak. Ya'ni faqat diniy sohada emas-da. Ana u narsa noto'g'ri bo'ladi. Diniy sohada alhamdulillah yaxshi ketyapti. Olimlarimiz bor, ulamolarimiz bor, qorilarimiz, qancha ming qorimiz bor mana biz kichkina Qirg'izistonda. Ammo dunyoviy tarafdan ham ilmimiz mukammal bo'lishi kerak. Mashina minamiz, doktorga boramiz, tibbiyot, mana shunga o'xshagan narsalar. Rahmat domla, maktab hayotiga oid savollarimizdan maktabda o'qituvchilarda hurmat qilishlik bugungi kunda katta bir dolzarb muammoga aylandi. Maktab o'quvchilarini, ustozlarni hurmat qilmaslik. Shulardan hurmatga chaqirgan bir o'zingizni nasihatlaringizni aytib o'tsangiz. Hozirgacha o'sha ustozlarimiz, o'qituvchilarimiz hammalari bilan muomalamiz bor. Maktab bitganimizga, demak, yana yili 20 yil bo'ladi ekan, taxminan. Shunday bo'lyapti. Hozirgacha ziyorat qilib turaman. Borib rahmat aytaman. Ba'zan sovg'alar, hadyalar olib boramiz. Man la yarham la yurham. Kim rahm qilmasa unga rahm qilinmaydi. Aksi bo'lyapti hozir. Ba'zan o'qituvchilarning obro'lari tushirilyapti. Bu narsa o'sha o'quvchilarga hech qachon bularga muvaffaqiyat olib kelmaydi. Qachon ustozini hurmat qiladi, o'qituvchisini hurmat qiladi, bunga ilm berayotgan odamni hurmat qiladi. Zero Ali roziyallohu anhu so'zlari, menga bir harf o'rgatgan inson agar darra ursa men roziman deganlar. Bir harf, qaysi harf bo'lishiga u qat'iy nazar. Ustozlar, o'qituvchilar bizga yaxshilikni o'rgatadi. Hozir ya'ni u tarixda bo'lardiki, go'shi sizniki, suyagimizniki. Undan so'ng ustozlar, o'qituvchilar qattiq tegib muomala qilardi. Hozir nima o'qituvchilar unday ekan, bunday ekan deb ba'zan masalan telefonlarni olib, ularni syomka qilib, ularni obro'siga putur yetkazishlik bo'lyapti. Bundan keyingisi ota-ona. Demak, inson ustozini ham tepalab olsa, so'ngra ota-onasini tepalaydi. Undan keyingisi payg'ambar bo'ladi, so'ngra Alloh taolo bo'ladi. Bu narsalar pog'onasi bor. So'ngra bu kishi faqatgina do'zaxni tepalaydi. Hech qachon jannatga kirmaydi, chunki bosqichma-bosqich hurmatsizlik ketyaptimi? Albatta dinga boradi oxiri. Albatta sahobalarga boradi, mana shiyalar, so'ngra payg'ambarga boradi, so'ngra Robbil alaminga boradi, nauzubillah. So'ngra qarabsizki, bu inson umuman dindan uzoqlashib ketgan odam bo'ladi. Ota-onalarga ham aytgan bo'lardik, hurmatli ota-onalar, farzandlarimiz ustozlarini, o'qituvchilarini albatta hurmat qilsin va ularga ta'lim berayotganda rahmat aytsin va ularning obro' e'tiborini o'z o'rniga qo'ysin. Mana bu farzandning yaxshiligi alomatlari bo'lib hisoblanadi. Rahmat domla, shu maktab hayotida umuman ustozlardan tanbeh olganmisiz? Maktabdagisidan? O'sha geografiya fanida biz olimpiadaga tayyorlanayotgan vaqtimizda ancha tanbehlar bo'lgan menga. Qattiq tayyorgarlik ko'rganman. Hatto maktabimiz qorovulxonasi bo'lardi. O'sha joyga kirib hammadan erta borardim. Test uslubidagi 1000, 1500, 1200 savol javobli kitoblarni yodlaganman. Shu paytda to'xtamasdan menga tanbeh bo'lardi. Keyin men o'ylardim. Nimaga bizni maktabimiz direktori meni to'xtamasdan so'kadi? Men o'zi dars qilayotgan bo'lsam. Keyin bilsam, olimpiadaga borganimizda u yerda kuchli odamlar to'planar ekan. U men o'zim dars qilib turibman, mana shuni o'zi yetadi deb qolib ketganimda, demak olimpiadada birinchi o'rinda olmagan bo'lardim. Ham dars qilib turib, ustiga tanbeh eshitganmiz. Buning oz, bu kam, hammasini yodlab chiqishing kerak, o'qishing kerak degan narsalarni eshitganman. Lekin keyin bu ham bizni inshaalloh foydamizga bo'lgan ekan. Do'stlaringiz haqida aytib o'tsangiz.
Maktabdagi umumiy. Umumiy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, al-mar'u, ya'ni inson ma'a man ahabba. Kimni yaxshi ko'rsa, mana shu bilan birga bo'ladi. Dunyoda ham birga bo'ladi, oxiratda ham birga bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana hadisda aytibdilarki, al-mu'minu ya'lafu va yu'lafu. Mo'min inson ulfat qilinadi, ya'ni u ulfat bo'ladi, do'st bo'ladi, uni ham do'st tutishadi. Ya'ni do'sti yo'q inson bu dunyoda armon bilan o'tadi deb o'ylayman. Ba'zi bir insonlar hozir do'st izlayotgan vaqtlarida umuman bir kamchiligi yo'q, xatosi yo'q do'stni qidirib yurishibdi. Kitoblarda aytiladiki, kamchiligi yo'q, xatosi yo'q do'st qidiradigan bo'lsangiz, siz do'stsiz qolasiz bu hayotda deydi. Do'stlarimiz bor. Jo'rada, ya'ni sinfdoshlarimning orasida do'stlarim bor. Hammamiz jo'ramiz, ammo ularning ichida alohida yaqin do'stlarimiz bor. Misrdagi do'stim haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Men farzandim Abdurahmon haqida bir intervyu berganman. Ana o'sha intervyuda ko'p narsani aytilmagan joylari ham bor. Misrdagi do'stimizni misrliklar tawama ruhi deydi. Ruhimning egzagi deb qo'yadi. Do'stini hurmat qilib. O'sha Qohirada yashab turganimizda, u kishi ham ayollar bilan borgan, men ayolim bilan borganman, oilaviy borganmiz, ya'ni yashab turganimizda shunday bir holat bo'lardiki, stipendiya olamiz. Bilasiz, talabaning stipendiyasi yetmaydi. Ana o'sha stipendiyani olganimizda meni stipendiyam do'stimni, meni ayolim, do'stimning ayoli to'rtalamizni stipendiyamiz bir joyga qo'yilardi. Bitta shkafga qo'yib qo'yardik. So'ngra masalan u kishiga pul kerak bo'lsa, mendan so'ramasdan olib ishlatardi. Menga pul kerak bo'ladigan bo'lsa, u kishidan so'ramasdan olib ishlatardim. Alhamdulillah, bizning qalbimizda zarrachalik mana do'stim ko'proq pul olib qo'ydi yoki sen ko'proq pul olib qo'yding, nima sababdan mana bu joyga ishlatding degan so'z alhamdulillah bo'lmagan. Shu asnoda 4-5 yil yashaganmiz. Butun Misrdagi talabalar, o'sha paytdagi talabalar hammasi bilishadiki, namozga birga borardik. Ya'ni oilalar bilan boqqa aylangani borilsa birga borilardi, doim birga yurardik, hattoki aka ukadan ham yaqin deb bilishardi. Misrdagi do'stimiz, hozir ham do'stimiz Islombek, u kishi bu yerda shu yerdan yaqin bir 5-6 kilometr nariga tarafda bir jami masjidda u kishi imomchilik qiladi. Moskvada do'stimiz bor. Doim aloqadamiz, suhbatlashib turamiz, maslahatlar aytadi. Ammo Moskvadagi do'stimni asobinna deydimi, ruscha bo'lgandan keyin o'zgacha bir sifatlari bor. Alloh taolo hammamizni ham o'zi ixlosdan ajratib qo'ymasin. Moskvadagi do'stimizning sifati shundayki, hozir shu bugun ham bir voqea bo'lsa, darrov menga telefon qiladi. Do'stim, mana bunday tush ko'rdim deydi va doim tushlar to'g'ri chiqadi. Avvaldan ham, oldingizdan ham. Hatto o'tgan safar mana biz Moskvaga bora olmadik. Menga telefon qilib aytdi. Biz boramiz deb turgan vaqtimizda u kishi telefon qildiki, "Menimcha bu safar kelmasang kerak" dedi. Bu safar men bormayman deb tayyorgarlik ko'rib turgandim. Boshqa ishlarimiz bor edi. "Yo, men tush ko'rdim, kelasan" dedi. Haqiqatan bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, to'g'ri so'z inson, ya'ni ulamolarimiz, to'g'ri so'z inson to'g'ri tush ko'radi. To'g'ri so'z inson to'g'ri tush ko'radi. Undan tashqari bu yerda do'stlarimiz bor, yaqin insonlarimiz bor va do'stlik masalasi yosh tanlamaydi. Masalan, do'st Abu Bakr roziyallohu anhu bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'rtalarida 2,5 yosh farqi bor. Ammo ular do'st bo'lishgan. Juda ham xursand bo'laman. Meni boyliklarim deyman. Alloh taolo kimga do'st bergan bo'lsa, bu ko'rib turgan yaqinlarimizga ham aytamizki, do'stlaringiz bo'lsa albatta ehtiyot qiling, hurmat qiling, xabar oling. Ammo hozirgi paytimizda do'stlar obro' uchun, do'stlar bir maqtanishlik uchun, do'stlar pul uchun, do'stlar laganbardorlik uchun va yana nimasi uchundir bo'lib qolgan. Bu do'stlar xotirjam bo'lsin, uzoqqa bormaydi, davom etmaydi. Ixlos bilan Alloh taolo uchun do'st bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Bitta do'sti bo'ladi deb o'ylaydi ba'zi bir insonlar. Mana Bishkekda do'stim bor. Masalan, men boya ham telefon qilib gaplashib turgan edik. Bitta emas, bir nechta do'stlarim bor. Va hammasi bilan yaqinmiz, alhamdulillah. Qaysidir do'stimda, masalan, 4-5ta do'stlarim bo'lsa, bunisida topilgan sifat nariginisida topilmaydi. Bunisida topilgan sifat bunisida topilmaydi. Ammo hammalari yaxshi insonlar. Alloh subhanahu va taolo, men ularga duo qilaman. Umrlariga, rizqlariga barakotlar bersin. Hamda hamma mo'min musulmon aka-ukalarimizga aytamizki, do'stlaringiz bo'lsa ehtiyot qiling. Albatta ularni dinda sherigi bo'ling, ibodatda sherigi bo'ling. Noto'g'ri yoki yomon yo'lga ketishni boshlaganda do'stim unday emas deb qaytara oling. Do'stning yana bir sifati bo'ladiki, doim maqtamaydi sizni. Do'stingiz balki sizga noto'g'ri yo xato ketayotgan bo'lsangiz, unday emas deb ayta oladi.
Agarchi siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Meni do'stlarim shunday, shuning uchun hurmat qilaman. Ular endi seni albatta hammasi senlab gapirishadi. Sen masalan domla bo'lsang, endi sen bundaysan demaymiz biz. Seni mana unday kamchiliging bo'lsa, unday qilmagin, mana unday qilmagin deydi. Indamaymiz. Nimaga? Biz ham qattiq gapiramiz ularga va do'stmiz o'rtada. Ya'ni do'stlik haqida bir alohida intervyu qilsak ham bo'ladi ekan. Do'stlik shunday bir zo'r ne'mat. Rahmat. Hammamiz oldimizda haqiqiy do'stlarni Alloh ko'paytirgan. Amin. Amin. Dinimizda qo'shnilarda o'rni alohida ahamiyatga ega. Sizni qo'shnilar bilan bo'lgan muomalangiz? Meni qo'shnilar bilan bo'lgan muomalamni qo'shnilardan so'rasangiz to'g'ri bo'ladi. O'zi aslida, lekin mayli ular hozir bu yerda yo'qligi uchun men aytib beraman. Qo'shnilarimizni hurmat qilamiz. Qo'shnilarimizni yaxshi ko'ramiz. Oilamiz bilan men oilamga aytaman. Mana yaqinda endi biz qishloqda edik, uni darvozamizdan tashqari narigi tarafga bir darvoza qildik kichkina. O'sha ayollar kelishligi uchun alohida. Men bu tarafdan kirsam, qo'shnilarimiz kelsa hijolat bo'lishmasin. U tarafdan ayollar kirishligi uchun, o'zlari nima qilishligi uchun men aytaman, oilamga men uyda yo'qligimda, masalan, qo'shnilarimiz chiqsin. Va qo'shnilardan doim biz xabarlab turaylik. Biz yangi mahalladamiz. Yangi chek deydi biz taraflarda, yangi mahalladamiz bu yerda. Hech bir qo'shnimizdan shikoyat yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda aytiblarki, insonni dunyoda baxtli bo'lishlik uchun 4 sabab topilsa baxtli bo'ladi. Dunyoda yaxshi uy, ya'ni yashaydigan joy, minadigan bir markab, yaxshi ayol hamda yaxshi qo'shni. Qo'shnilarimiz hammalari juda ham yaxshi insonlar. Hurmat qilamiz, muomalatlarimiz yaxshi. Bir intervyudan keyin ulardan ham bir so'rab qo'ysangiz bo'ladi. Bu kishi haqida nima deysizlar deb. Ilm hayot yo'liga o'tsak, ustoz, ilm ostonasi boshlanishligi, talabalik hayotingiz haqida alohida to'xtalib o'tsangiz. Eng muhim savollarning biri Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda birinchi bo'lib Iqro bismi robbikallazi xalaq. Sizni yaratgan Muhammad alayhisalom sizni yaratgan Robbingizni ismi bilan o'qing degan Alloh subhanahu va taolo oyat karima tushirdi. Ilmda men endi buni javobi kengroq bo'ladi o'xshaydi. Ya'ni sababchi bo'lgan odamlar bo'ladi. So'ngra ilmga kirganingizdan keyin ularni yaxshi ko'rgan insonlaringiz bo'ladi. Meni ismimni, endi hozirgi ismim Abdulaziz, avvalgi ismim boshqa edi, pasportda ham o'zgarib qoldi. Meni ismimni dadamni buvilari qo'ygan. Katta bu deyiladi bizda. Alloh taolodan umid qilib, sen qori bo'lishing kerak, olim bo'lishing kerak va mana shu odamlarga xizmat qilishing kerak deb yoshlikdan uqtirilgan bizga. Hamda mana shu bizning qishlog'imizda endi SSR davri bo'lgan bilasiz. Mana shu SSR davrida qishlog'imizda bitta Qur'on kitob bo'lsa, bizni opa-dadamiz uyda bo'lgan mana shu kitob. Hamda bir mahalla masjid bo'lsa, o'sha joyda imomchilik qilib mahallani kattasi bo'lib o'tgan u kishim. Biz ko'rmaganmiz, dadamlar ham yoshlikda o'tib ketgan. Hamda men tug'ilganimda katta bo'lib Allohdan umid qildim, sen farzandim mana shu ilmni o'qishing kerak edi deb aytardilar. Alloh rahmat qilsin. So'ngra o'sha ziyoratga borganimizda, u yerdan bo'linib alohida chiqib yashaladi-yu, dadamlar bilan chiqqanimizdan keyin ham katta buni ziyoratga borsam, meni janozamni sen o'qishing kerak va Qur'onni yodlashing kerak, qori bo'lishing kerak, imom bo'lishing kerak deb aytishardi. Shular sababchi bo'lgan. So'ngra uydagilarimiz, ota-onalarimiz sababchi bo'lishgan. Jumaga borishga meni onam jo'natgan, juma namoziga. Bizning masjidimiz yangi ochilganda borishing kerak deb birinchi o'sha onalar sabab bo'ladi. Mana Imom Buxoriy masalan, rahmatullohi alayhi ham onalari ko'p sababchi bo'lishgan. So'ngra bizning dinimiz musaffo. Ozgina o'qib, o'rganib, mana shu dinimizdan ma'lumotlar olishni boshlaganimdan so'ng o'zimda qiziqish yanada katta ekan. So'ngra maktabda o'tgandan so'ng men ota-onam bilan maslahat qildim, qanday qilamiz dedi. Ixtiyor senda, qaysi joyda bo'lsang ham, ya'ni mana shu o'qib o'zing qiziqqan narsaga harakat qilsang bo'ldi. Ota-onalar shunday qilish kerak. Masalan, qaysidir farzandi tijoratchimi? Halol yo'lni o'rgatsin-da, namozini, ibodatini o'rgatsin, tijoratini qilsin. Kimdir zehni yaxshimi? Ilmini o'qisin. Kimdir dovyurakmi? Tibbiyotda jarrohlik o'rgansin. Muhim omonatgo'y musulmon bo'lsin-da, qiziqqan narsasiga berish kerak. Men o'zim yoshligimda mana shu diniy ta'limga qiziqqanman. So'ngra biz viloyatimizda Xalqlar do'stligi degan universitetda shariat fakulteti ochilgan, kompyuter bor edi o'sha vaqtlarda, bu 2003-yilgi gap. Kompyuter fani, ingliz tili fani va arab tili fani bo'lganligi uchun o'sha joyni tanlaganman. Diniy, dunyoviy teng ketsin deb.
2 yil o'qidik shu joyda. Birinchi yili 5 ta talabani tanlab olib Misrga yuborishdi. Ikkinchi yili 5 ta talaba tanlanganda shularning ichida men tanlanib qoldim. Ya'ni shu tanlovdan qandaydir shartlar qo'yilgan, men tanlandimda Misrga qarab yo'lga chiqdik. Ustozimiz o'zlari olib borishdi Misrga. Birinchi bo'lib Qohiraga borgan vaqtlarim, mana Misrda talabalar qanchasi o'qiyapti, qanchasi o'qigan. Biz hozirgi muftiyimiz, Qirg'izistonda demak deyarli 70% bizni hozir diniy xizmatkorlarimiz Misrda o'qib kelishgan. Birinchi Misrga borganimda umuman Misr menga yoqmadi. Ko'chada axlatlar ko'pga o'xshaydi, odam juda zich, ob-havosi yoqmadi. Domda umuman yashamaganman, mana kvartirada balkoniga chiqib yig'ladim. Ey Xudo, meni qayerga olib kelding? Afrikani yaxshi bilaman, geografiyani yaxshi bilaman, Nil daryosini bo'yida turibman, bilyapman. Lekin bu yer juda yaxshi yer emasga o'xshaydi deb yig'laganman. Sheriklarimdan so'rasam, ular ham yig'lagan ekan. Hammasi yig'labdi o'tirib olib. Ammo 2 haftadan so'ng Ramazon boshlandi. Ularda Ramazon juda o'zgacha bo'ladi ekan. Iftorliklar, xatm Qur'onlar o'sha paytda, bu 2003-yilgi, 2006-yilgi 2 yil bu yerda o'qidim. So'ngra yoqib qolishni boshladi. 2 yildan so'ng, demak biz o'sha nimada o'qiganmiz, kvartiramizni to'lab berardi. Abdulaziz Saud al-Bobtin degan Kuvaytlik bir kishi, Bobtin degan joyda turganman. 96-imora, 2-qavat, 7-kvartira. Abdulaziz Saud al-Bobtin har yili imtihondan o'tsangiz, imtihondan o'tganingizdan so'ng yana 1 yillik stipendiyaga qo'l qo'yiladi. Biletga qo'l qo'yiladi. 1 yillik uyda yashashlikka ruxsat beriladi. Mana shu asnoda shu joyda o'qiganmiz, hamda men aytamanki, ehson qilmoqchi bo'lgan odamlarga, shunday pulimizni qaysi yerga ishlatsak ko'proq savob bo'ladi degan odamlarga men aytardimki, talabalarga yordam bering. Talabalarga yordam bering. Abdulaziz Saud al-Bobtin biz o'qigan vaqtda 700 talabaga yordam berardi. Aljon qor akamiz mana Toshkentda hozir xizmatda bo'lyaptilar, Jizzaxlik Aljon qor akamiz o'sha Saud al-Bobtinning stipendiyalari bilan shuncha yil o'qidilar. Men o'sha joyda o'qidim. Va yana bir necha talabalarimiz, muftiyimiz hatto o'sha joyda o'qishdi. Biz hozir masalan odamlarga da'vat qilib savobga erishsak, biz qancha savobga erishgan bo'lsak, ana u sponsorlarga, homiylarga mana shu savoblar boradi. Demak, o'sha Bobtinda o'qidik. Ammo Misr hayoti juda uzun, endi u yerda men 7 yil ozgina ziyodasi bilan yurganman. Talabalik davrimizda ko'p qiylanganmiz. O'tgangi safarga men intervyuda aytib berdim. Bitta kiyib yurgan futbolkamiz u yerda issiq bo'lganligi uchun qancha yil kiyilgan, bitta triko kiyimimiz qancha yillar kiyilgan, lekin o'sha vaqtlarni juda ham sog'inamiz. Abu Hurayra roziyallohu anhu ochlikdan men yiqilib tushar edim. So'ngra Abu Hurayra roziyallohu anhu o'zlari men Madinaga amir bo'ldim deb aytgan so'zlari bor-da. Biz boya intervyuda boshida aytdik, insonning hayoti bir xil davom etib ketmaydi. Ammo o'sha vaqtlarni hozir ham sog'inasiz. O'sha talabalik vaqtlarini. Illo talabalik haqida juda ham so'zlar ko'p, lekin juda ham qiziq o'tgan, talaba bo'lib yashashlik bu insonga bir baxt deb o'ylayman men. Talaba bo'lib yashashlik. To'g'ri, biz haqqini to'liq ado qila olmadik-ku, ammo mazza qilganmiz. Ko'p och qolganmiz, ko'p qarz olganmiz, ko'p qiylanganmiz, chekalarga o'tib yig'lab olganmiz ancha-muncha, lekin alhamdulillah o'sha vaqtni hozir ham sog'inamiz. Yana Misrga borgimiz keladi, yana talaba bo'lgimiz keladi. Shu talabalik paytlaridagi xarakteringiz qanday bo'lgan? O'zi esla olasizmi va bugungi kunda talabalarga maslahatlaringiz moddiy, ma'naviy qiyinchilikka duch kelgan paytda qanday yo'l tutish kerak ular shular haqida? Talabalik paytidagisi xarakter tazkiya deydimi, arabchasiga birovga xarakteristika berishlik. Tezroq odam edim. O'zi hozir ham shogirdlarim aytadi, tez siz deydi, gaplarda boshqada. Tezroq bo'lganmiz, xarakterimiz tez bo'lgan. Shu narsani men bilaman. Ikkinchisi, o'sha paytga borib qarang endi. Biz tayyorlov kursidan maktabiga to'g'ridan-to'g'ri kirganmiz. Dirosat xossa deydi, e'dodiy deydi, ikkinchi e'dodiga kirganmiz. Keyin 2 yil 3-e'dodiy bor, 3 yil sanaviya bor, 4 yil fakultet bor, 7-8 yil. 3-4 fakultetda o'qiyotgan odamlar bilan bemalol tortishardim men. O'zimcha men gapga ustalik qilib ularni yengib qo'yardim-da, men o'zimga aytardim. Bu fakultetda o'qisa ham men buni yengib qo'yaman, men buni yutib qo'yaman. Demak, men bundan kuchliman degan xarakter bo'lardi menda.
Keyinchalik bilsam bu tortishlik juda xunuk narsa. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarib, haq bo'la turib tortishmasa, jannatdagi qasrni men olib beraman degan hadislari va ana bu og'ir bosiqliklar keyin sekin keldi hayotimizga. Talabalik paytdagi eslab qolgan xarakterlarim, yana boshqalar ham bo'lsa kerak. Tezligim birinchisi, ikkinchisi ko'p talash tortishganligim. Talash tortishdan foyda yo'q. Talashgandan foyda yo'q. Do'st kamayadi, dushman ko'payadi. Rahmat ustoz. Endi uylanishga to'xtalsak va juft tanlashdagi e'tibor bergan jihatlaringiz. Bugungi kunda yangi oila qurish ostonasida turgan yigit-qizlarga maslahatlaringiz. Uylanish savolini yaxshi berdingiz. Siz aylanib o'tib ketib qoldingiz. Ya'ni arablarda uylanganmisiz degan savol berilsa, meni ayolimda nima ishing bor degan bir qo'pol javob chiqadi. Bizning xalqimizda shunday bir kamchiligimiz bor. Siz savolni sal yumshoqroq berdingiz. Bizning xalqimizda shunday qiziq narsalar bor. Kimga uylanibdi? Qayerdan uylanibdi? Ha, 3 ta qizi bor edi, shu ikkinchisini olibdi. Rangigacha, yoshigacha, qayerda yurganigacha aytib beradigan biz bir holatlarimiz bor. Ana bu noto'g'ri. Uylanayotganga harakat qilayotganlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini aytamizki, al-valud al-vadud dedilar. Ko'p farzand tug'ib beradigan hamda erini yaxshi ko'radigan, turmush o'rtog'ini yaxshi ko'radiganiga uylaninglar. Endi bu so'zimizdan farzand ko'rmayotganlar, ular o'zlari emas, ular Alloh taolo tarafdan berilmayapti. Ular duo qilsa inshaalloh beradi. Agar bermasa bu ham hikmat. Ko'p tug'ib beradigan degani yo'q, men tug'mayman, menga bola kerak emas deb aytmaydigani deyapmiz. Keyingisi tunkahul mar'atu ala arba'a. 4 narsasi tufayli ayol kishi uylaniladi. Ota-ona qaraladi, topilayotgan pullar, jamaliha va lidiniha. Biz aytmoqchi bo'lganimiz asosiysi diniga qarab uylanishlik kerak. Diniga qarab. Ana endi biz erkak kishi suratiga qarab uylanamiz. Hozir erkak kishilarimiz Instagramda, yana boshqa bir necha internet sohalarida o'zlari yuradilarda, eng toza ayol kishini so'ngra qidiradilar. Bu noto'g'ri. Siz o'zingizni chiroyli ehtiyot qiling. Alloh taolo sizga ehtiyot qilinganini beradi. Ammo siz o'zingiz hamma narsani noto'g'ri qilib, so'ngra eng tozasini qidirib yurmang. Eng tozasini qidirib yurmang. Shuning uchun yoshlarga biz aytamizki, uylanishlikda yaxshi ayol tanlashlik uchun ota-ona bilan maslahat qilinadi. Ko'p duo qilinadi. O'zi to'g'ri yuradi. Alhamdulillah shundan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zi beradi. Qanday duo qilib ayol so'rasangiz, mana shundayni Alloh taolo o'zi beradi. Inshaalloh. Ammo bizning oilamiz yaxshi, hammamiz baxtlimiz va chiroyli hayotlarni kechiryapmiz. Juda ham xursandmiz. Alhamdulillah. Farzandlaringizga to'xtalib o'tsak, farzandlaringizni tarbiyasida sizning o'rningiz. Farzandni tarbiyasida meni o'rnimiz ko'p bo'lishi kerak aslida, lekin safarga ko'p chiqqanligimizdan va boshqadan men kamchilikka uncha yo'l qo'yapmiz deb o'ylamayman. Onani tarbiyasi o'zgacha bo'ladi. Ota vaqti bilan tarbiya qiladi, to'g'ri. Farzand tarbiyasi haqida biz gapirdik ham. Ammo farzandga onani tarbiyasi o'zgacha bo'ladi. Boya aytganimdek, Imom Buxoriyning aytgan so'zlarida. Biz o'sha safarda yurib qolib yoki boshqa joyda yurib qolsak ham, onalar demak chiroyli tarbiyani qilishyapti inshaalloh. Shu farzandga ilm berishida, ularga ilmni o'rgatib, ilmni berishda qanday bir uslublar bor? Farzand tarbiyasi haqida biz dars qildik. Demak, o'sha darsdan foydalansak bo'ladi. Bu yerda qisqacha aytib ketadiganim, al-abu uswatun, ota o'zi o'rnak bo'ladi. Ko'p nasihat qilishdan ko'ra, ota o'zi chiroyli qilib ko'rsatib bersa, mana shuni o'zi tarbiya bo'lib hisoblanadi. Bizda nima bor? Nasihat qilaveramiz, o'zimiz boshqacha yuramiz. Ota o'zi amaliyotda ko'rsatib bersin. To'g'ri so'zlikmi? Ota to'g'ri so'z bo'lsin. Tamom, farzand tarbiyasi mana shu bilan chiroyli davom etadi inshaalloh. Boyagi savolimizda javobingizda eshitdik, ajdodlaringizdan bobingiz ilmli o'tgan deb. Sizdan tashqari bugungi kunda, bugunlik hayot insonlardan, yana oilangizdan, umuman yaqinlaringizdan ilmda, dinda xizmat qilayotganlar bormi? Xizmat qilayotganlarni yaqin qarindoshlarimiz bor. Bularga mana shu narsalar o'tgan shekilli, mana shu biz turgan masjidni, nariga turgan jami masjidlarimizni vaqf qilishib, Alloh taoloning yo'lida yerlarni berishgan. Mahalla masjidlariga, jami masjidlarga yerlarni berishgan yoki da'vat yo'lida xizmat qilayotganlar bor va masalan yaqinlarimiz ichida Qur'onni to'liq yodlaganlar,
yoki boshqa meni o'zim farzandim yoki yaqinlarimizni farzandlari Qur'onlarni yodlab mana shunga harakat qilayotganlar bor. Ammo mana bunday internetda yoki juma xutbalarida hali imomchilik qilayotganlar yo'q. Lekin inshaalloh biz duo qilamizki, Alloh taolo farzandlarimizni albatta bizdan ko'ra kuchli va bilimli qilib chiqarsin. Buni doim Alloh taolodan so'raymiz. Hayotimiz sinovlardan, muammolardan iborat. Shunday muammolarga duch kelganda sizni tutgan yo'lingiz va musulmon odam muammolardan chiqish uchun qanday yo'l tutishi lozim? Savolingiz yaxshi savol. Birinchi bo'lib inson bilishlik kerak bo'lgan narsa, albatta inson hayotda muammoga uchraydi. Moliyaviy tarafdan bo'lsin, oilaviy tarafdan bo'lsin, do'st cho'ra tarafdan bo'lsin, sog'lik salomatlik tarafdan bo'lsin va yana shunga o'xshagan qanday bo'lsa, muammolarga inson albatta uchraydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda A'udhu shaytonir rojim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ deyapti. Albatta biz sizlarni sinaymiz. Yoki boshqa oyat karimada Alloh taolo ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Iymon keltirganlaridan so'ng ular sinalmaymiz deb o'ylanadimi? Ya'ni o'ylashadimi deyapti Alloh taolo. Birinchi aqidamiz shunday bo'lsinki, e'tiqodimiz albatta muammo keladi. Va yana bizning e'tiqodimiz shunday bo'lsinki, biz doim Alloh taolodan ofiyat so'raymiz. Doimo Alloh taolodan ofiyat so'raymiz. Bu sunnat, haliga aytganimizdek, musulmonning kun tartibi ertalabdan boshlab Alloh taolodan Allohumma inni as'alukal afva wal afiyata fid dunya wal axira. Ey Robbim, dunyoda ham, oxiratda ham menga ofiyat bergin deb so'rashligimiz kerak. Xo'p, so'raganimizdan so'ng yana muammo kelib qoldi. Ana o'sha muammodan biz qanday chiqqanmiz desa, meni eng doim foydalanadigan yo'lim la havla va la quvvata illa billah. Buni o'tgan nimamizda men aytib tushuntirib berganman. Hamda Alloh taolodan duo qilishlik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ud'ulloha va antum muqinuna bil ijaba. Shunday duo qilinglarki, hozir ijobat bo'ladi deganday duo qiling. Shunday duo qilingki, albatta ijobat bo'ladi deganday duo qiling. Qancha ishlar bo'ldi, qancha voqea hodisalar bo'ldi, buni o'zim men bilaman, ko'p muammolar bo'ldi. Yaxshiliklar undan ko'p albatta. Ana o'sha muammolarning hammasi la havla va la quvvata illa billah bilan hamda Alloh subhanahu va taologa duo qilishlik bilan. Shunday duo qilasiz, Alloh subhanahu va taolo ijobat qiladi. Ikkinchisi, sizga kelayotgan baloni Alloh taolo qaytaradi. Demak, o'sha duo bilan inshaalloh, duo bilan. Rahmat ustoz. Navbatdagi savolingiz juda ham shaxsiy. Hozirgi moddiy ahvolingiz, tirikchiligingiz nimalardan iborat? Tugun ko'tarasizmi? Paket ko'tarasizmi deganga o'xshash. Xo'p, bu imomlarimizni ko'p men internetdan ham ko'rdim. Bizning xalqimiz qiziq. Siz ham bizning xalqimiz bittasisiz. Bizning xalqimiz ko'proq shaxsiy narsaga qiziqadi. Va mana shularni biri mana iqtisodiy masala. Men bugungacha ham bu narsalarni ko'p ochmaganman. O'qishdan kelganimizdan so'ng ham ba'zi bir odamlar bizni o'sha moddiy taraflarimizga qiziqib, qanday yashayapti, oilasi bo'lsa, mashinasi bo'lsa, hatto mening mashinamga bir kun bir inson chiqib shunday savol beryapti, esimda qolib ketdi. Bu mashina endi qimmat, uni nazarda qimmati o'zi bir 5-8 ming dollarlik mashina bo'lsa kerak. Bu mashina keyin buni benzinlari deb o'ylanishni boshladi. Hijolat bo'lmang. Bizda imomga hali oylik yo'q. Bir marta berilgan, bir 50 dollardan bir 2 marta berilib to'xtab qolgan. Va masjidimizning mutavvallilari bitta saylanish kerak bizning masjidimizda 2 ta. Hamda masjidga tushadigan pullarga shu bugungacha biz nima umuman aloqam yo'qda. Haligi nima deydi? Sanashda ham, boshqasida ham, hisoblarda ham, ammo bizdan so'raladigani qayerga ishlatamiz? Shu qayerga ishlatamiz ham 14 komissiya bilan nima deysizlar? Mana bu joyga ishlatamiz deb hal qilinadi. Deb tushuntirsam, men aytdim, buncha pulga baribir mashina olib bo'lmaydi-yu deb aytdim dedi hoji buva. Bizda hoji aka deb qo'yadi unaqilarni bilasiz. Meni o'zim qiladigan tijoratlarim, ishlarim bor. Alloh taolo o'zi barakasini bergan. Shu bilan o'zi bo'lyapti. Ayniqsa oldindan Alloh taolodan so'ralgan narsa shuki, imom bo'lsak ham hech qachon odamlarning qo'liga qarab qolmasdan, ulardan umid qilmasdan, ulardan bir narsani nima deydi, berib qolarmikin, shunday qilarmikin demasdan imom bo'lishini ko'p so'raganman Alloh taolodan. Dehqonchilik qilamiz. Inshaalloh yana kuzda intervyu olgani kelsangiz, men sizga guruch beraman. 10 gektarlardan ko'p yerlarga dehqonchilik qilamiz. Undan tashqari 2 ta 3 ta o'zi bir o'rtacha kichik tijoratlarimiz bor.
Ularga meni aloqam yo'q. Ya'ni Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhab boshimiz shunday bo'lganlar. O'zlari ilmlar bilan mashg'ul bo'lgan, shogirdlari tijorat bilan shug'ullanishgan. Biz ham shunday shogirdlarimiz bor. O'zlari o'sha tijoratlarni yurgizishadi. Menga kelib bunday bo'ldi deb o'sha nimasini aytib beradi. Masalan, buncha foyda bo'ldi yoki mana bunday zarar bo'ldi. Bir tijoratni boshlasak, 3 oydan keyin men so'radim, qanday bo'lyapti desam, ancha zarar bo'lgan ekan. Alhamdulillah dedim. Musulmon har doim xursand. Shunday yashang. Do'st ham, dushman ham nima qilsin, ko'rib hayron qolsin. Do'stingiz ham bilsinki, siz eng baxtli odamsiz. Dushman ham bilsinki, siz eng baxtli odamsiz. Musulmon odam shikoyat qilmaydi hayotdan. Ammo bu pul masalasida inshaalloh bu taraflarda muammo yo'q. Nimaga desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam irdi bima qasamahullohu lak takun agnan nas. Alloh taolo menga berganiga men judada nimaman? Alhamdulillah shukr qilaman. Oilamiz ham shunday shukr qilishadi. Demak, o'sha shukr qilishgandan keyin Alloh taolo o'zi ziyodasini beraveradi. La in shakartum la azidannakum. Juda ham boy imom emasman, ammo hech kimga ehtiyojimiz yo'q. Alhamdulillah, hech kimga ehtiyojimiz yo'q. Bir narsa qilmoqchi bo'lsak, yurmoqchi bo'lsak, o'zimizni iqtisodiy holatimiz xotirjamchilik bemalol inshaalloh. Ammo nima tijorat qilaman, qanday qilaman? Men o'ylayman, buni aytishligim shart emas bo'lsa kerak. Allohim davomli qilsin. Tijoratingizga Alloh baraka bersin. Amin. Ustoz, har bir insonning maqsadi bo'ladi. Sizning maqsadlaringiz kelajakdagi va bugungi kunga qadar erishgan maqsadlaringiz haqida to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, nadomat haqida maqsaddan oldin aytib berayin. Hayotdagi nadomatlar va hayotdagi yetolmagan maqsad, qilolmagan ishlar har safar men o'zimni yoshimga qarab turib, shu yoshga loyiq ish qila olmadim deyman. Masalan, ba'zi bir sahobalar yosh shahid bo'lib ketgan boyagi sahoba 70 ming farishta u kishini janozasiga 70 ming farishta tushyapti. Allohning arshi larzaga kelyapti. Biz yoshimizda bo'lgan 36 yoshda. Eng ko'p nadomatlar doim bo'lib turadigan nadomatning biri men aytamanki, vaqtdan to'g'ri foydalana olmayapman. Vaqtdan to'g'ri foydalana olmayapman. Keyingi aytiladigan orzularimiz shuki, dunyoda yashab turganda hamda dunyodan o'tib ketgandan so'ng ham odamlar tili bilan emas, chin qalbi bilan yaxshi inson edi. Mana shu inson zo'r inson edi deb o'tib ketganiga Alloh taolo fammabakat alayhimus sama val ard deb ba'zi bir odamlar bor. Ular o'tganidan keyin osmon ham, yer ham qiylanmadi, yig'lamadi deyapti. Biz dunyodaligimizda hamda dunyoda o'tganimizda ham doimo odamlar bizdan foydalansa, hadiyan mahdiyan odamlar bizdan foydalansa. Mana shu internetga chiqishimizning sababi ham o'zi mana shu. Chunki u yerda tijorat bor. Qaysi tijorat desangiz, bir kishini hidoyatiga sababchi bo'lsangiz, bir qizil tuyadan ham afzal. Bir kishini zalolatiga sabab bo'lsangiz, Alloh taolo o'zini panohida asrasin. Orzuyimiz insonlarning hammasi hidoyat topsa, Abu Bakr roziyallohu anhu aytganlaridek, bir do'zaxni qopqog'i bo'lsa, yopib qo'ysam, hamma odamlar jannatga tushsa deganlar. Rahmat ustoz, sizni ko'p ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boramiz. Qaysilari sizning rasmiy kanallaringiz va ularning nazorati o'z qo'lingizda? Xo'p, rasmiy kanallarimiz. YouTube'da avval Hikmat Nuri deb ochganmiz. Birinchi ochganimiz Ilm jannat yo'li deb ochganmiz. Ya'ni o'sha YouTube'ga chiqqanimizda ham o'tgan bir masalani ichida ham aytib berdim. Ya'ni buncha ko'p odam ko'radi deb hech qachon tasavvur qilmaganman, o'y fikrim kelmagan. Meni o'zim o'ylaganim 300 ta odam ko'rsa kerak meni masalamni deb o'yladim. Endi ba'zi bir masalalar ko'tarilib ketdi. Alhamdulillah, bu Alloh taolaning fazliga rahmi. So'ngra Hikmat Nuri degan kanal ochdik. Juda ham yaxshi rivojlandi. Nimadir sabab bo'lib u kanalimiz yopilib qoldi. Hozir rasmiy kanallarimiz Fajr Media. Mana bu kishim o'zlari hozir shu yerda o'tiribdilar, Tursunali, Bozor Qo'rg'ondan, Seydikum degan joydan kelib bu kishim xizmat qiladi, Alloh rozi bo'lsin. Ilm lazzati degan kanalimiz bor. Ustidan bu kishim ham bu yerda o'tirishibdi o'zlari. Bularni olib borayotgan ishlari bizniki va biznikidan ham ziyoda bo'lishligi mumkin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam addalu ala khayrika fa'ilihi dedilar. Yaxshilikni bajaruvchi, yaxshilikni ko'rsatuvchi, yaxshilikka ko'rsatib qo'yuvchi, bajaruvchi bilan barobar deganlar. Hozir bular turibdi, lekin bular chiqmaydi. Ammo biz chiqib gapiramiz. Bitta inson esa hamma narsani bajara olmaydi. Fajr Media kanalimiz bor hozir hamda Ilm lazzati degan kanalimiz. Mana shu kanallardan odamlar ko'p ko'rsa, masalamizni eshitsa, o'sha joyda bir fikrlarni qoldirsa, duolar qilsa, biz xursand bo'lamiz. Va yanada biz mana shu xizmatga, demak, odamlar hidoyatiga sabab bo'lyapmiz deb, yanada mana shu xizmatlarga harakat qilib ketamiz. Rahmat, Alloh sizga va jamoangizga kuch-quvvat bersin. Amin, amin. Ilm yo'lida umuman hayotingizda bugungi kunga qadar
minnatdor bo'lib, ularga rahmatlar aytishingiz kerak bo'lgan insonlar, ularni bir aytib o'tsangiz, agar bo'lsa. U insonlar, ya'ni hozir hammasini ayta olmaymiz-ku. Qisqacha aytib o'tsak, mana shu maktabimizdan boshlanadi. O'sha o'tgan direktorimiz, Alloh rahmatiga olsin, u kishi meni mana shu geografiya fanidan yuksak darajaga chiqishligimizga sababchi bo'lgan. Maktabimizdan keyin shariat fakultetimizdagi ustozlarimiz, undan keyin Misrga borgandagi Misrdagi arab ustozlarimiz. Arab ustozlarda juda ham soddalik, oddiylik borda. Ularga borib rahmat desa, yo'q, shart emas. La shukr ala vojibi deydilar. Sen rahmat aytishing shart emas, bu meni vojibim deydi. Ayniqsa o'sha Misrdagi ustozlarimizdan juda ham minnatdor bo'lamiz. Ota-onamiz avval mana shu bizga yo'limizni ochib sababchi bo'lgan. Ya'ni sanasangiz ko'p. Albatta duolar bilan bo'ladi bu narsa. Tiriklarni hammasiga Alloh taolo umriga, rizqiga barakotlar bersin. O'tib ketganlarni Alloh taolo o'zini fazli karam rahmatiga olsin. O'sha birinchi kanalimizni ochganda ilm jannat yo'li. Kim ilm yo'lida yursa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ham o'ziga yaqinlashtiradigan ilmlardan bersin. Rahmat. Ustoz, savollarimiz mana shulardan iborat edi. Samimiy suhbat uchun sizga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xush kelibsiz. O'shdan shu yerga kelib, mana shu suhbatni uyushtirib, mo'min musulmonlar ko'rib foydalansin deb kelganingiz uchun Alloh taolo rozi bo'lsin. Va bu suhbatimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi fayzli qilsin, barakatli qilsin, foydali qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Salomat bo'ling.